Germaniyadagi o'zbek keliningiz bugun uyida restoran ochib yuboray dedi-ya. To'g'risini ayting. Siz ham menga o'xshab mehmon uchun nima pishirsam ekan deb uzoq o'ylanasiz-a? Menda bugun salat uchun Sezar, asosiy ovqat uchun asarti 5 xil go'shtdan iborat va avtorskiy shirinligim. Voy, demay turing, eshitib qoldim. Go'shtlarimni marinovat qilishdan boshladim. Sezar uchun tovuq go'shtini ham marinovat qilib olaman. Soya, oregano, quritilgan chesnok men uchun eng zo'r kombinatsiya. Keyin qovuraman. Siz qaynatib olasizmi yoki qovurib? 5 xil go'shtni 5 xil uslubda pishiraman. Go'shtlarimni marjondek qilib ketma-ketlikda terib chiqaman va shapkasini kiygizib 10 soatga past olovga uxlataman. Bilaman, qiziqyapsiz. Qanday qilib pishirdi go'shtlarni deb. Qiziq bo'lsa videoni joylashtiraman. O'zbek oyimlar, mehmoningiz kelganda asosan qanaqa ovqatlar pishirasiz? Komment yozib qoldiring. Izlashtiring, Azizaxon, mehmoningiz 2 soatda keladi degan aks sado bilan yashin tezlikda dasturxonni bezatdim. Va dasturxonim tayyor. Qani doim shunaqa kuf-suf qilganingizda hamma narsa tayyor bo'lib qolsa, bir qarasam dasturxonda shirinliklar kamayib qolibdi. Kim deysizmi? Bolalarimda, mehmonlarim ham keldi. Endi ovqatni nimaga suzaman deb qolsam deng. Chunki uyimda katta tarelka yo'q ekan. Keyin oxir patnesga sovora qoldim. Biz o'zbek oyimlar hamma narsaning ilojini topamiz-ku. Agar bugungi mehmondorchilik yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sababi keyingi mehmondorchilik siz bilan bo'lishi mumkin.